Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qaynamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Avstraliya parlamentida Uyg'urlar masalasi muzokara qilindi. 17 sentabr Avstraliya parlamentida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli anglatildi hamda guvohlik berildi. Avstraliya federal parlamentiga sunilgan Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini taqash haqidagi imzoliq murojaatnoma muvaffaqiyatli oxirlashgandan keyin ushbu murojaatnomaning natijasi oldingi hafta Avstraliya federal parlamentiga sunilgan edi. Bugun Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining raisi Nurmuhammad Apandi Avstraliya parlamenti oldida bu haqda uchur berdi va mundaq dedi. Bugun Avstraliyada yashayotgan va dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkiston xalqi uchun bir xo'sh xabar. U bo'lsa-mu Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati Avstraliya Uyg'ur jamiyatining tirishib xizmat qilishi hamda dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan qarindoshlarimizning qo'llashi bilan Avstraliya parlamentida Uyg'urlarning hozirgi echinishli vaziyat ahvoli anglatildi hamda guvohlik berildi. Avstraliyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston tashkilotlari bevosita qatnashgan parlament yig'inida parlament a'zosidan 2 kishi Avstraliyadagi Uyg'ur faoliyatchilar tayyorlagan Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli, Sharq Turkiston haqidagi xabarlar bilan tayyorlangan dokulat, murojaatnoma, bir qism taklif loyihalarini o'tirg'a qo'ydi. Shuningdek 2 parlament a'zosi Sharq Turkistonning hozirgi echinishli vaziyati haqida guvohlik berib o'tdi. Biz bulardan 2018-yili kirgandan beri qilgan namoyish, parlament a'zolariga yozgan xatlarimiz va boshqa faoliyatlarimizning hamda 8-yilning 15-kundan boshlab chet ellardagi barliq qarindoshlarimizning qo'llashi bilan elib borgan imzo to'plash faoliyatining natijasini ko'rdik desak bo'ladi. Inshaalloh bu faoliyat Sharq Turkistonda echinishli ahvolda qolayotgan qarindoshlarimizning lagerdan qutulishining bir boshlanishi bo'lib qolishi mumkin. Biz bugun Avstraliyada faoliyat qilayotgan tashkilotlar bir yerga kelib, bugungi yaxshi bir boshlanishni asos qilib, tashkilotlar orasida qanday hamkorlashish haqida maslahatlar qilishdik. Bundan keyin jamiyat a'zolarining o'rtaq tirishishi orqali texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tirishamiz. Ichida Sharqiy Turkistondagi xalqimiz tortayotgan azobli uqubatlarningki aynan tasvir berilgan xabarlar ishlangan bir yig'inning bo'lishi va buning bo'lishida Sharqiy Turkiston Avstraliya jamiyati, Avstraliya Uyg'ur jamiyatining vakillarining bevosita qatnashishida bo'lgan parlament binosining ichidagi Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning masalasiniki anglitishi bo'ldi. Bu anglitishda Sharqiy Turkiston Avstraliya jamiyati Aqstin haydakchilik qilib kelayotgan 2 davlat darajalik parlament a'zosi bo'lgan kishi bizningki bular ta'minlagan materiallarimiz asosida retlangan xabarlar va shundaqla parlament qo'yilgan taklif loyihalarini o'tirib qo'ydi. Avstraliya Uyg'ur jamiyati raisininki yetakchiligida va shularningki lobbichilikning ostida tarbiyalangan 2 parlament a'zosi o'xshashlam mushu temini cho'rdigan asosda parlament binosida bugun guvohlik berdi va mushu masalani o'tirib qo'ydi. Bu biz uchun qarindoshlar oldidan bir xo'sh va yaxshi bir boshlanish bo'ldi. Bunga alhamdulillah deymiz. Ajrimizningki baqa ketmaganligini ko'rdik. Mushu 2018-yilda kirgandan tortib epagan barliq namoyishlarimiz, parlament a'zolarining ishxonasiga berib ko'rishishlarimiz, yozgan xatlarimiz va shundaqla 8-yilning 15-kundan tortib dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimizning qo'llash ostida elib borgan imzoliq murojaatnomamizdanki o'rtaq yakundan bo'lgan bir xulosani ko'rgan bo'ldik. Qarindoshlarimiz bunday deganligimiz biz bugun mushuning bo'lgan bir masalani hal qilib ketdik deyapmiz. Chunki Avstraliya hukumatining ichida bu siyosiy da'vo masalasida bir masalani haqiqiy turda anglatish, qo'llashga erishish va shundaqla yaxshi unum bo'lgan bir natijaga erishish uchun bir uzun jarayon va texniki jafoliq emgaklar ketadi. Bu bizning bir boshlanishimiz bo'ldi deb Ayol bolalari lagerga so'langan pokistonliklar qo'zg'aldi. Ayol bolalari Sharq Turkistonda lagerga qamalgan 38 pokistonlik bir yerga yig'ilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'in qilish jinoyatini xalqaroga fosh qilmoqchi bo'ldi. 15 sentabr kuni ayol bolalari Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan lagerlarga qamalg'ili 1 yildan oshgan 38 pokistonlik Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan bostirish siyosatlarini xalqaroga fosh qilmoqchi bo'ldi. Ular birlashib Sharq Turkistonda qamab olingan ayol bolalarini qo'yib berish haqida Pokiston doiralari va Xitoy doiralariga qanchilgan qitim murojaat qilgan bo'lsa-mu, hozirgacha hech qanday javob ololmagan.
Xitoyning yo'lsizligidan g'azablangan 38 kishi bir yerga yig'ilib, Amerika va Angliya muxbirlariga, shundaqla Angliyadagi asli pokistonlik bo'lgan parlament a'zosi Lord Ahmadga o'zlarining fojiasini anglitib xat yozgan va uningga Xitoyning o'zlarining ayol va bolalarini Sharq Turkistondagi lagerga qamab olganligi, ayol bolalarining hech qanday xabarini ololmaganligi haqida shikoyat qilgan. Ularning ichidan 9 kishi 14-sentabr Beijingga ayol bolalari haqida ariz qilish uchun yo'lga chiqqan. Ularning arizlarini Beijing doiralari so'ramasa, Beijingda namoyish qilmoqchi bo'lgan. Lord Ahmadmo Xitoyning Londondagi elchisi Liu Xiaomingga xat yozib, bu ishga tafsiliy javob berishini talab qilgan va ularning barliq kimlik ma'lumotlarini birlikda avatgan. Beijingda da'vo qilmoqchi bo'lgan 9 kishilik hay'atga Xitoyning qanday muomala qiladiganligi oldimizdagi kunlarda ma'lum bo'ladi. Lagerga so'lashdiki 48 xil bahona oshkorlandi. 13-sentabr Foreign Policy to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkiston xalqini 48 xil ahvolning biri tepilsa lagerga qamashga boshlagan. Xitoyning Sharq Turkiston xalqini keng ko'lamlik bostirib, irqiy qirg'in qilishga agashib, xalqaro jamiyat Sharq Turkiston xalqining ichinishlik vaziyat ahvoliga yaqindan ko'ngil bo'lishga boshladi. Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan elib berayotgan inson qalbidan chiqqan siyosatlari xalq olam oldida pash bo'lishga boshladi. Yaqinda Xitoy rejimining Sharq Turkiston xalqini lagerga qamashda asos qilgan 48 turlik to'kmati oshkorlandi. Xitoy mazkur 48 xil bahonaga asosan Sharq Turkiston xalqini lagerga qamashga boshlagan. Birinchi uyda kapi uy saqlaganlar, ikkinchi boshqalarga bayroq chiqarganda qasamiyat qilishga bo'lmaydi deganlar. Uchinchi chet elga chiqqanlar va chet elliklar bilan aloqa qilganlar. To'rtinchi uyda kapsharlash uskunasi borlar. Beshinchi boshqalarga jinoyat o'tkazmang deganlar. 6-chet elga chiqqanlar. 7-chi uyda ortiq yemaklik saqlaganlar. 8-chi kun chiqishdan burun atiganlik tomoq yeganlar. 9-chi chet elga chiqqan biror odamni to'nuydiganlar. 10-chi kompas saqlaganlar. 11-chi amaldorlar bilan gap talashganlar. 12-chi Xitoy boshqa davlatga yetmaydi deganlar. 13-chi ortiq biror tal pichoq saqlaganlar. 14-chi yerlik amaldorlar ustidan ariz qilganlar. 15-chi farzandlari ko'p kishilar. 16-chi haroq tashlaganlar. 17-chi Xitoy amaldorlarini oilasida tomoq yeyishga, oilasida turishga, oilasida yetishga ruxsat qilmaganlar. 18-chi telefoniga VPN programmasi tushirganlar. 19-chi tamaki tashlaganlar, 20-chi kimligi yo'qlar, 21-chi WhatsApp ishlatganlar, 22-chi ota-onasi olamdan o'tganda yig'ilgan, qayg'urganlar, 23-chi amaldorlarning DNA avrishkisi elishiga yo'l qo'ymaganlar, 24-chi chet el televiziya teatri va kino filmlarini ko'rganlar, 25-chi davlat bayrog'i oldida sharpa o'rg'anlar, 26-chi 45 yoshdan keyin sharpa o'rg'anlar, 27-chi duo talab qilganlar, 28-chi ro'za tutganlar, 29-chi diniy tabliğ anglaganlar, 30-chi amaldorlarning ko'z tekshirishiga yo'l qo'ymaganlar, 31-chi yonfunidagi barliq mazmunlarni amaldorlarning tushirib olishiga yo'l qo'ymaganlar, 32-chi masjidga borganlar, 33-chi o'zining ovoz tusini unga elib hukumatga topshirmaganlar, 34-chi maktabda o'z millat tili bilan so'zlaganlar, 35-chi xizmat guruhida o'z millat tili bilan so'zlaganlar, 36-chi undidor Skype qatorliqlar orqali chet eldagi kishilar bilan aloqa qilganlar, 37-chi arab yoziqi bor kiyim kiyganlar, 38-chi soqol qo'yganlar, 39-chi har qanday diniy tus olgan rasmlar bor kiyim kiyganlar, 40-chi majburiyat tashviqot darsiga qatnashmaganlar qatorliqlar. Sharq Turkiston ulamolar birligi hay'ati Myunxenda Uyg'ur jamoati bilan uchrashdi. 15-sentabr Sharq Turkiston ulamolar birligi hay'ati Germaniyaning Myunxen shahrida Yevropa Sharq Turkiston birligi raisi Turg'unjon Alauddin va muavin rais Ömerjon Emin qatorliq mas'ullarning o'rinlashtirishi bilan Myunxendagi Uyg'ur jamoatlari bilan Uyg'ur masjidida uchrashdi. 3 soat davom qilgan uchrashish jarayonida ulamolar birligi raisi doktor Ataullah Shahyar taklif bilan so'z qilib, hay'atning Yevropa ziyoratidagi maqsadini bayon qilish bilan birga ulamolar birligining qilayotgan xizmatlari va bundan keyin qilmoqchi bo'lgan ba'zi ishlarni o'ttirg'a qo'yib o'tdi. Doktor Shahyar so'zida millat duch kelayotgan krizisni hal qilish uchun har qanday vaziyatda ittifoqlikni birinchi o'ringa qo'yish kerakligini bayon qildi. Suhbat oxirida doktor Ataullah Shahyar va doktor Olimjon Bug'da jamoatning diniy va ijtimoiy savollariga tafsiliy javob berdi. Suhbatga ishtirok qilgan jamoat ulamolarning qilayotgan xizmatlariga rahmat aytish bilan birga ulamolarning dunyodagi barliq Uyg'urlarga diniy tarafdan yetakchilik qilishining muhimligini ta'kidlab bir qism taklif fikrlarni berdi.
İstanbulda elib berilgan Uyg'ur palvonlari chelishish musobaqasi oxirlashdi. 15 va 16 sentabr Sharq Turkiston Tantarbiya va taraqqiyot jamiyati bilan Millatchi harakat partiyasining Istanbul Küçükçekmece rayon sho'basining muavin raisi Mustafa Diqqatli apandi Safako'ydagi Osman G'azi tantarbiya salonida millicha chelishish musobaqasi tashkilladi. Musobaqa 15 sentabr tushdan burun soat 11 da boshlandi. Musobaqaga yuzlarcha tomoshabin ishtirok qildi. Musobaqaga tushadigan mahirlarni badan eg'irligi, yeshi qatorliq omillarga asosan tuvandagi tartib va daraja bo'yicha o'rinlashtirildi. Musobaqaga qatnashgan mahirlarning badan eg'irlik o'lchami bo'yicha A guruh 20 kilogramdan 65 kilogramgacha, B guruh 65 kilogramdan 85 kilogramgacha, C guruh 85 kilogramdan yuqori bo'lgan mahirlar bir guruhga qilib o'rinlashtirildi. 15 sentabr tushdan burun soat 11 dan 16 sentabr tushgacha guruhlar bo'yicha tanlash musobaqasi elib berildi. 16 sentabr tushdan keyin yerim hal qilg'uch va hal qilg'uch musobaqalar elib berildi. Musobaqada mahirlarning yeshi, badan eg'irligi qatorliq omillarga asosan cho'ng kichik 12 guruhga bo'lingan mahirlar ichidan 12 mahir birinchilikka erishib oltin medalga, 12 mahir ikkinchilikka erishib kumush medalga, 12 mahir uchinchilikka erishib mis medalga erishdi. Musobaqaga Aqsu viloyatlik tantarbiya maktabida o'qituvchilik qilgan Terner Zulfiqar uzoq yo'l reperlik qildi. Musobaqa 8 davlatda birlikka kelgan eng yangi Uyg'urcha chelishish qoidasi bo'yicha elib berildi. Lagerlar masalasi UNPO'ning favqulodda qurultoyida o'ttirg'i qo'yildi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, dunyodagi 250 million xalqqa vakillik qiladigan 44 davlat va millatdan a'zosi bo'lgan UNPO, ya'ni Vakolatsiz Millatlar Tashkilotining favqulodda qurultoyi 9 ayning 14-15 kunlari Fransiyaning dengiz yuzidan 4800 metr egizlikda joylashgan Savoy shahrida chaqirildi. Yig'inga dunyoning har qaysi allaridan kelgan 84 nafar vakil qatnashdi. Jumladan Sharq Turkiston vakillari nomida taklif qilingan 3 nafar Uyg'ur vakil Dunyo Uyg'ur qurultoyining raisi Dulqin Aysa boshchiligida yig'inga ishtirok qildi. 14 sentabr sahar 9 da boshlangan bu qurultoyga UNPO'ning raisi Nasir Boladay va UNPO'ning muavin raisi Dulqin Aysa apandilar riyosatchilik qildi. Yig'in riyosatchisining echilish nutqidan keyin so'z olgan UNPO'ning muavin raisi Dulqin Aysa apandi Sharq Turkistondagi jazo lagerlari degan temada nutq so'zlab 3 millionga yaqin Uyg'urning Xitoyning jazo lagerlarida ko'rib kelayotgan ig'ir kunlarini anglatdi. Uyg'ur masalasidan yetarlik xabari bo'lmagan ba'zi kishilar hayronlikdan yoqalarini tutib qolishdi. Zulfiqar o'z boshining tutilganligi dalillandi. G'ayrachan Osmanning tutilganligi ilgari surilmoqda. Erkin Osiyo radiosi muxbirining atalmish Xinjiang universitetining Universal tuzash qo'mondonlik markazidan ahvol egallashi davomida mazkur universitetning tunilgan tadqiqotchilaridan Zulfiqar Barat o'z boshining tutqun qilinganligi dalillandi. Atalmish Xinjiang Universiteti Filologiya institutining professori G'ayrachan Osmanning 2008-yili Turkiyada ochilgan bir xalqaro ilmiy muhokama yig'iniga qatnashganligi uchun tutilganligi ilgari surilmoqda. Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchi Qutluq Almas Atalmish Xinjiang Universitetidan tutilganlar orasida o'zining sobiq xizmatdoshlaridan professor Azat Sultan va G'ayrachan Osmanlarning borligini tilga olgan edi. Muxbir Atalmish Xinjiang Universiteti Universal tuzash qo'mondonlik markazining xodimidan bu ikkilan haqida ma'lumot so'ragan. Mazkur xodim bularning tutilganligidan xabari yo'qligini bildirish bilan birlikda Zulfiqar Baratning tutilish sababidan xabarsiz ekanligini aytgan. Atalmish Xinjiang Universitetida tarbiyalash markazining yo'qligini bayon qilgan bu xodim universitetdan tarbiyalashga akitilganlar haqida yuqori darajalik rahbarlardan ma'lumot so'rashini tavsiya qilgan. Tutqun qilinganligi dalillangan tadqiqotchi Zulfiqar Barat O'zbosh 2007-yili Amerikaning Havay universitetida jamiyatshunoslik kasbi bo'yicha o'qigan va doktorlik unvoniga erishgan edi. U Amerikadagi o'qishini tamomlagandan keyin Urumchida Uyg'ur ziyolilari orasida tashkillagan ilm cheyi faoliyati va ijtimoiy taratqulardagi bir yurish leksiya va munozirlar bilan nom qozongan edi. Xitoy fuqarolari ushuqliqini Shvetsiyada sahnaladi. Xitoyning Stokgolmda turishliq elchixonasi Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda 3 Xitoy sayohatchining soqchilarning nachar muomalasiga uchraganligini ilgari surib, ayiblash bayonoti e'lon qildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Stokgolmdagi Xitoy elchixonasi tomonidan e'lon qilingan yozim bayonotda
Buningdan 10 kun ilgari bir mehmonxonaning qarshi elish bo'limida soqchilarning 3 Xitoy sayohatchiga qattiq mudohala qilganligidan qattiq g'azablanganligi eskartildi. Shvetsiya soqchilarining bu pozitsiyasi qattiq iboralar bilan ayblangan bayonotda Shvetsiyaga boradigan Xitoy fuqarolaridan soqchilarga qarata ehtiyotchan bo'lish talab qilindi. Bayonotda voqeaning Shvetsiya davlat tarafidan tezdan tekshirilishi va Xitoy fuqarolarining jazo va to'lam talablarining o'rindilishi kerakligi qayd qilindi. Shvetsiya davlat televiziyasi CVT'ning xabar qilishicha, o'tgan hafta 3 Xitoy fuqarosining yotoq ayritgan bir mehmonxonaga 5 soat burun kelganligi tufayli masala chiqqan. Mehmonxona xizmatchilari bilan mazkur Xitoylar orasida da'talash yuz bergandan keyin mehmonxona xodimlari soqchi chaqirgan. Shvetsiya soqchilari mehmonxonadan chiqarib o'tgan 3 Xitoy Stokgolmning shimolidagi bir cherkovning qabristonligiga opirib etilganligi ilgari surildi. Tor dunyosini bir algan Xitoyning ushuqligi ijtimoiy uchur vositalarida keng g'ulg'ul qo'zg'adi. Ijtimoiy taratqulardagi inkoslarning birida Xitoylar kichikdan ko'ngan yetib olish, o'zini kachatlash, ko'kamilik qilish qatorliq hamma hunarlarni ishga solgan bo'lsa-mu, Shvetsiya soqchilari tomonidan ko'tirib akitilib, metro bekatining yeniga tashlab etilganligi bildirildi. Shundaqla tez sizmaning bu haqda Xitoylarni masxara qilib, uchtal parazit quritqa o'xshatib sizgan suratlari ijtimoiy uchur vositalarida keng tarqaldi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah atiki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.